Sizlar so'radinglar, biz o'rgatamiz. Bugun 1 kilo choyxona oshini uy sharoitida damlashni oshpazimiz o'lmasadan o'rganamiz. Videoni oxirigacha ko'rib turing, retsept olish uchun izohlarda choyxona so'zini yozib qoldiring. Osh pishirish har bir o'zbekning qo'lidan kelishi kerak. Bu safar sizlar bilan choyxona oshni qanday qilib tayyorlanishini ko'rsataman. Bugun bizlarga 1 kilo choyxona osh uchun dumba, go'sht, piyoz, guruch, sabzi, suv, sarimsoq, tuz, zira, garimdori kerak bo'ladi. Birinchi navbatda qizib turgan qozonimizga dumbani solamiz. Bismillah. Rahmonir-rahim. Mana jizzamiz tayyor bo'ldi. Jizzamizni olamiz. Jizza tayyor bo'ldi. Mana endi piyozimizni solamiz. Piyozimizni qizil topga kelgandan keyin go'shtimizni solamiz. Mana endi go'sht solamiz. Go'shtimizni ustiga sepamiz. Mana go'shtimizni ham qovurib oldik. Endi navbat sabziga. Mana. Endi suv solamiz. Endi ozgina zira sepamiz. Endi sarimsoqni qo'yamiz. Garimdorini qo'yamiz. Buni 45 minut qaynatib qo'yamiz. Mana ziravorimiz qaynab chiqdi. Endi guruchga tuz beramiz ozgina. Ozgina ustiga ziravor sepaveramiz ozgina. Mana guruchlarimiz ustini 20 minut, 25 minutga yopib qo'yamiz. Oshimiz parlanib chiqdi 25 minut. Endi buni ag'daramiz. Oshimizni ag'dardik, ozgina bunga suv berishimiz kerak ekan. Mana oshimizni endi yarim soatga damlab qo'yamiz. Oshimiz tayyor, ochamiz. Bu videoni sizga osh qilib berish kerak bo'lgan o'rtog'imizga jo'natib qo'ying. Shunday ham qilib bermasa 5 qozonga kevaverasizlar. Oshga marhamat.